Assalomu alaykum. Keyingi darsda ham sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi darsimiz shaxsiy budjetni yaratish strategiyasini ko'rib chiqamiz inshaalloh. Bilamizki, Robert Kiyosaki shaxsiy budjetni, moliyaviy savodxonlikni va biznesni boshqarishda va bir qator kitoblarga ega bo'lgan va bilim ko'nikmalariga ega bo'lgan inson hisoblanadi. Keling, uning bir nechta maslahatlarini ko'rib chiqsak. Budjet profitsitini xarajatlar bilan taqqoslang. Xo'sh, bu nima degani? Profitsit bu aslida budjetni xarajatlari va daromadlarini taqqoslaganda, daromadlari xarajatidan yuqori bo'lishi bu profitsit deyiladi. Teskarisi bo'lsa, ya'ni budjet xarajatlari daromadidan ko'p bo'lishi bu defitsit deb aytiladi. Demak, budjetning profitsit va defitsit nima ekanligini yaxshi bilib oldik. Demak, nima sababdan Robert Kiyosaki ushbu maslahatni bergan degan savolga javob. Profitsit bo'lib qolishi ham bu siz ishxonangizning budjeti bo'lsin, oilangiz budjeti bo'lsin yoki bo'lmasa menga o'xshab kosmetologiya bo'yicha biznesim bor, shunga o'xshab ishxonangiz budjeti bo'lsin. Bu yaxshi emas. Sababi siz o'sha ortiqcha pulni nimadirga investitsiya qilishingiz kerak bo'ladi va u pul doimiy harakatda bo'lishi kerak degan fikrni aytgan. Demak, biz buni tushunib oldik. Ikkinchisi, xarajatingiz turmush tarzingizni aks ettiradi. Xo'sh, bu nima degani ekan? Ko'rib chiqamiz. Shunaqa gap borki, shuni biz o'zimiz talqin qiladigan bo'lsak, shuni aytishimiz mumkinki, ya'ni siz yashash tarzingizni qaysidir bir xarajatni kamaytirish orqali yomonlashtirib, pulingizni tejaydigan bo'lsangiz, bu yaxshi emas. Unda sizning samaradorligingiz pasayib ketadi. Madaniy hordiq chiqarishdan yoki qayergadir sayohatga borishdan, kitob o'qishdan, darsga borishdan, ilm olishdan, shu kabi sizga ilhom beruvchi, dam olishingizga sabab bo'luvchi narsalardan pul tejab boy bo'lishga harakat qilayotgan bo'lsangiz, bunaqada unumdorligingiz kamayib ketadi. Hamda bu sizni topayotgan pulingizga ham ta'sir ko'rsatadi. Shu sababdan ham xarajatlaringiz turmush tarzingizni aks ettiradi. Buni ikki tomondan tushunishimiz mumkinki, o'zingizni topayotgan daromadingizdan kelib chiqqan holda xarajatlar qilishingiz kerak bo'ladi. Agar ko'proq pul topsangiz, albatta o'zingizga ko'proq pul sarflashingiz kerak degan maslahatlarni bergan Robert Kiyosaki. Uchinchisi, majburiyatlaringizni to'lash uchun aktivlaringizdan foydalaning degan. Xo'sh, bu nima degani? Aktiv nima degani ko'rib chiqamiz. Misol, siz qaysidir ma'noda pulingiz bor va majburiyatingiz bor. Majburiyat deganda, misol, siz kontrakt to'lashingiz kerak, yoki bo'lmasam kredit to'lashingiz kerak, yoki kimdirgadir qarzingiz bor, yoki bo'lmasam har oyma-oy bolajoningizni tetsati bordir, yoki bo'lmasam qanaqadir bir ilmga berish kerak bo'lib turgan majburiyatlaringiz bordir. Qanaqadir kimgadir majburiyat tarzda kimgadir pul berib turishingiz kerak. O'sha narsa sizni majburiyatingiz. Demak, har xil vaziyat bo'lishi mumkin. O'sha narsani to'layotgan vaqtingizda siz aktivlaringizdan foydalaning. Xo'sh, aktiv nima degani? Siz o'zingizni pulingiz orqali daromad keltirayotgan manbaga kiritish orqali, ya'ni investitsiya qilish orqali undan kelayotgan foydadan, ya'ni aktiv daromaddan majburiyatingizni qoplashingiz kerak bo'ladi. Misol, siz aksiya sotib olgansiz va undan keladigan dividendlar yoki arendaga uy bergansiz, yoki bankda pul qo'ygansiz, yoki mashina bergansiz arendaga, undan keladigan dividend orqali qoplashingiz kerakligini tushuntirgan. Demak, to'rtinchisi, o'z boyligingiz sizni yanada boyitadi degan. Xo'sh, bu nima degani ko'rib chiqamiz. Har bir insonni aktivi bor. Aktiv deganda bu har bir insonga har xil aktiv bo'ladi. Insonning xususiyatidan kelib chiqib, kimdir eng zo'r tikuvchi, kimdir eng zo'r nonvoy, kimdir eng zo'r pazanda, kimdir eng zo'r tortchi, kimdir eng zo'r menga o'xshagan kosmetolog, kimdir eng zo'r tadbirkor. Bir nechta aktiv bo'ladi insonga. O'sha aktivni topib, ulardan to'g'ri va to'liq foydalanish sizni boyitadi degan fikrni aytgan. Misol qilib, o'zimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, men mijozim kelganda uni yuzini chiska protsedurasini amalga oshirganimdan keyin yuzidagi bor muammoni o'rganib chiqib va unga bir necha etaplardagi muolajalar borligini, parvarish naborlar orqali yana qolgan muammolarni bartaraf qilsa bo'lishini tushuntirib, to'g'ri ketma-ketligini tushuntirib aytganimdan keyin u chiska protsedurasidan tashqari to'liq parvarish naborini sotib olishi hisobidan men
2 hissa foyda qilaman. Demak, men o'z kasbimdan to'g'ri va to'liq foydalangan bo'ldim. Ko'rdingizmi? Mijoz mendan parvarish nabor so'ragani yo'q. U kelib shunchaki yuzini chiska protsedurasini amalga oshirish uchun kelgan edi. Lekin men to'g'ri ishladim va to'liq ishladim. To'liq deganda, demak, yuzidagi bor muammoni o'rganib chiqib, protsedura davomida unga yana fikrlar, maslahatlar berdim va bu mijozga yoqqani hisobida men yana parvarish nabor ham sotib foyda qildim. Eng muhimi, mijozim ham bundan juda ham xursand bo'ldi. Demak, biz tomonidan tavsiya etiladigan 3 ta shaxsiy budjet strategiyasi sizga beriladi. Birinchisi nollik budjet, ikkinchisi konvert budjet, uchinchisi avval o'zingga to'la degan budjet strategiyasi mavjud. O'shalarga amal qilish orqali siz o'z budjetingizni boshqarish yoki yuritishingiz kerak bo'ladi. Demak, bularga birma-bir to'xtalib o'tamiz. Nollik budjet deganda har bir so'm yoki dollar belgilangan maqsad uchun ishlatilishi kerak bo'ladi. Agarda ortib qolsa, boshqa kategoriyaga sarflash kerak bo'ladi. Sizdan har oylik xarajat va daromadlarni maydalab rejalashtirishni talab etiladi. Ya'ni siz hozir bir oyda topayotgan pulingizni o'sha oyni o'zida sarflashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni keyingi oyga o'tmasligi kerak. Ligini tushunishingiz kerak. Demak, bu nima degani? Pulingizni har narsaga xarajat qilishingiz kerak degani emas bu. Oyligingizdan pulingizni ortishtirib, nimagadir investitsiya kiritish ham, depozitga qo'shish ham